Assalomu alaykum aziz opa singillarim, sog' salomatmisizlar? Mana shunday chiroyli gulimizni bugun ko'paytiramiz va mana shu kichkinagina tuvagini o'zidan salgina kattaroq tuvakka o'tkazamiz. Mana golland gullarni olgandim, eslaringizda bo'lsa. Mana воздушный tomirlari tagidan chiqib ketibdi. Salgina ustida tuprog'i kam ekan, vermikulit solib qo'ydim. Hammani oilasida tinchlik, totuvlik bo'lsin, sog'lik, salomatlik bo'lsin. O'shandagina mana shunday chiroyli gullar parvarishlash ko'ngilga sig'adi. Yaxshi niyatlar bilan mana shu gullarimizni endi ko'paytirishga qo'yamiz. Mana shuni men ko'paytirishga boya kesib oldim. Qarasam, video rolik qilmoqchi edim, sizlarga va'da bergandim, shuni aytdim, yodimdan ko'tarilibdi dedimda, mana shu kesgan gulimni to'xtatdim. Endi buni ham bitta mana shu yerda oladigan ko'chatimiz bor ekan. Mana shunday bittagina bargi bilan ozroq poyasini qoldirib, kesib olib ko'paytirishga qo'ysak bo'ladi. Bular spreyni yaxshi ko'radi, namlikda, quruq havoda yaxshi bo'lmaydi. Mana shunday tukli barglari o'ralib oladi. Shuning uchun bu gullarimizga ozroq e'tiborni yaxshiroq beramiz. Chunki egzotika gulidan ko'paytirishga qo'ygandim. Mana sizlarga ko'rsatsam. Yaxshi ko'paygan. Mana ildizlari. Mana shu ildizlari ko'rinib turgan. Mana shunday stakinchiklarga ekaman. Nimagaki tomir chiqargan tomirlari ko'rinib turishi uchun. Mana o'sishlari bor. Lekin erta konteynerdan chiqarib olganim uchun namlikni yo'qotgan. Shuning uchun shartta bargini o'rab olgan. Bizdan xafa bo'lgan. Shu barglari sarg'aygan ekan, kesib tashladim. Lekin o'suvlari bor mana. Yangi barg yozib kelyapti. Lekin tomirlari ham yaxshi chiqqan. Kattagina ko'chat. Mana воздушный tomirlari. Shuni ham mana shu yerdan kesib ko'paytirishga qo'yib yuborsak bo'ladi. Chunki bular juda beyor, ko'payishga moyil gullardan. Faqat namligini ko'proq berib turishimiz kerak. Men konteynerda bo'shatib boshqa ko'paytiradigan gullarimni solmoqchi edim. Bular tomirlab bo'lgan deb birdan chiqaribman. Mana shunday bargini o'rab xafa bo'lib oldi. Endi buni qo'yib turamiz. Bu gulimizni ham kesib olamiz. O'tkirroq jism bilan. Tezgina kesib, buni ko'paytirishga qo'yib olamiz. Tuvagi ham o'ziga kichkinalik qilib qopti. Mana. Ozroq ildizi ham bor ekan. Bizga qulay bo'ldi. Tezgina o'zini o'nglab oladi. Rosagina kattami deyman. Buni mana shunday tuvakchasini bo'shatib olamiz. Buni katta ko'chat mana shu tuvakda turganini torf, perlit, vermikulit qo'shilgan gruntimizga ekib olamiz. Faqat mana shu cherinka ko'paytirilgan ko'chatlarimizda esa nimaga ekib olamiz? Faqat agrobalt bilan vermikulitni qo'shganman. Ana shunga ekib olaman. Chunki hali ular nimjon, o'zini yaxshi tiklab ketishi uchun namlikni ko'proq ushlamaydigan narsaga ekish kerak. Tomirlari tagidan chiqib ketibdi. Mana shunday. Mana. Tomirlari bir o'ralib olibdi-da. Chirishlar yo'q. Mana o'suvlari bor yaxshi. Qani ko'ramiz. Mana buni tomir qayqarib ketibdi.
faqat bunday bo'lish, ko'paytirish, ko'chat qilishlarni uylaringizda bir xil iqlim bo'lmasa, sizlarga maslahat bermayman. Chunki chirib qolishi mumkin. Qimmat gullarni olib ko'paytirishga qiziqib ko'paytirib olsalaringiz, qishning kunida ozroqqina iqlim, xonamiz harorati bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun bahorda ko'paytirishlaringiz maslahat berardim. Ajratib oldik. Rosa chuvalashib ketibdi. Bunisi ham bitta ko'chat. Mana bular ham bitta ko'chat, lekin bularni bo'lish niyatim yo'q hali. Mana shu yerdan vazdushniy tomirlarni yaxshi chiqargan yo'q. Shuning uchun ularni bo'lmayman. Bunga salgina to'g'ri keladigan tuvagim shu ekan. Qolgan tuvaklarim kattaroq qildi, kattalik qildi. Endi eka olamiz. Faqat shu tilini bilib olsa, gullarni bemalol o'stirsak bo'ladi. Shu yerlarni sal-sal bo'shatib qo'yamiz, tomirlari yurishib ketishi uchun. Karnivenni suv quyib qo'yamiz. Namliklari bor ekan. Juda ko'p namlik qo'ymasak ham bo'ladi. Shu ildizlari yaxshi ko'milib ketish kerak. Chetida ochiq joyi qolmasligi kerak. Tuproqlari aniq joy-joyiga tushishiga e'tibor beringizlar. Tomirlari ochiq holda qolib ketsa, chirishlar shu yerdan paydo bo'ladi. Mana shunday urib-urib quruq tuproqqa eksak, mana shunday bormagan joylariga ham boradigan bo'ladi tuproq. Agar ho'l nam tuproq bo'lsa, mana shunday silkilasangiz ham ketmaydi hech qayerga. Ustida turaveradi. Shunday chiroyli qilib ekib olamiz. Keyin ko'paytirishga olgan ko'chatlarimizni ham ekib olamiz chiroyli qilib. Qancha silkilagan sari chetlariga tushib ketyapti grunt. Quruq tuproq gruntim. Chunki namlaganim yo'q. Yana bir narsaga e'tibor bersalaringiz, gruntlarni, masalan, gullarni tuvagini, tuprog'ini alishtirayotgan bo'lsalaringiz, ya kattaroq tuvakka o'tkazayotgan bo'lsalaringiz, gruntlarni xona haroratida bo'lib turgani ma'qul. Birdan shu ko'chadan bozordan sotib olib kelib, birdan gullarni ekib qo'yish yaxshi emas, chunki kunlar sovidi. Gruntlarimiz yaxday bo'lishi mumkin. Tomirlarda chirish olib keladi. Shuning uchun shunga ham e'tibor beringizlar. Keyin suv quyayotganda ham suvni bironta idishga uyga kirgizib qo'yingizlar. Qishning kunida har xil bakalashga, idishlarga solib uyga kirgizib qo'ysalaringiz, uyning haroratida bo'lib turadi. Chanqirgan gullaringizni bemalol suvlab olsangiz bo'ladi. Buni hozir karnivenni suv bilan suvlayman. Endi bularni ekib olamiz. Shunday bittagina poya, bittagina barik bo'lib tursa ham anchagina yaxshi. Bunga mana agrobalt mayin torf, juda mayin. Keyin mayda-mayda vermikulit qo'shganman. Boshqa hech nima qo'shganim yo'q. Qo'shgan bo'lsam, nima qo'shganman? Aktivrinniku ugl. Qora ko'mir. O'zimizda tilda. Shundan qo'shganman.
qilib ekib olamiz. Taglarini bosib ochiq joy qolmasin. Tomir chiqaradigan joylarda havo bo'lmasligi kerak. Hop. Bularni ham zich paketlarga solib qo'ysak, tez kunda tomirlaydi. Shu qo'limga qanday gul tushsa, darrov ko'paytirishga tushaman. Bir ko'paytirib qo'yib ko'raychi, qani qanday sharoitda ko'payadi? Tez ko'payadimi? Tomiri tez chiqadimi yo adaptatsiyadan yaxshi o'tadimi? Buni shu tuvaga ekib qo'ysa qaytar ekan. Tuvaga kattalik qilar ekan. Buni stakanga ekamizmikin? Hayron qoldim. Hozir salgina kattaroq tuvaga olay. Shu stakanga ekib olamiz. Gullarni faqat ayollar emas, erkaklarimiz ham yaxshi ko'radi. Bizdan da chiroyli qaraydiganlar bor. Ayniqsa eng qiyin bo'lgan issiqni yaxshi ko'radigan aglonemalarni bir ikkita gruppalarda ko'rganman. Erkak kishilar shunchalar chiroyli o'stirgan. Masalan, meni qo'limdan kelmaydi, lekin shunday zo'r qilib o'stirish. Rosa zo'r o'stirgan. Hamma aglonema. Xitoy deymizmi, Golland deymizmi, ikkalasini bir xil o'stiradi. Hech qaysisida injiqlik qilmaydi. Lekin biz navini ayirib o'tiramiz. Nima deymiz? Xitoyda bu deymiz, o'lib qolsa. Qurib ketsa, Xitoy shuning uchun chidamliligi kam, biz iqlimga o'rganmagan deymiz. Lekin gollandlardan qolishmaydi. Xitoylarga ham juda zo'r kelyapti, ularning ham aglonemalari. Shunday qilib bosib qo'yamiz. Shunday. Shu ko'rinib turgan tomirlarni iloji boricha tuproqqa kirgizib yuborishimiz kerak. Shuning uchun gruntimiz salgina quruq bo'lgani yaxshi deymanda. Xohlaganday, o'zingiz xohlaganday qilib ekib olasiz. Shunday ko'rinib turibdi. Shularni endi gruntga kirgizib yubormoqchiman. Tikka quyoshni yaxshi ko'rmaydi bular. Stand-upsizlar. Darrov barglarini g'ujanak qilib o'rab oladi. Namlik bo'lsa juda yaxshi. Meni gullarim qishda yaxshi o'sadi. Xonamiz ichi nam bo'lib turadi. Issiqlik chiqib turadigan otopleniylarning ustiga idishlarga suv qo'yib qo'yaman. Keyin esa o'zidan namlik chiqarib turadi. Bunimiz nima qilyapti? Bo'yini balandga o'stirib yuboryapti. Mana shunday shpilka bilan kirgizib yuboramiz. Mana gulimiz shu oddiy shpilka. Shu bilan shunday qilib sakrab ketmasligi uchun, o'zini ushlab turishi uchun. Agar namlikka tegmay tursa, qurib qolishi mumkin tomirlari. Shunday qilib ekib oldik. Endi noqulay bo'lsa ham o'zini endi tiklab olgunchakay zich paketlarga solamiz. Mana tuprog'imiz yaxshigina to'sidi.
Shuni hozir yig'ishtirib olamiz. Mana yig'ishtirib oldik. O'zimiz to'sitgan joylarda. Endi bunga karnivenli suv qo'ymoqchiman. Bularda foydasi karnivendi. Hozirroq qo'shgandim, kamlik qilib qoldi. Yangi ekilgan gullar stressga tushsa, stresslarni oldini oladi. Keyin esa tomirlari tez yurishib ketishini ham ta'minlab beradi, kuch-quvvat beradi, immunitetini ko'tarib beradi. Shunday yaxshi narsa. Mana shunday karnivenni ishlataman hamisha. Oz-ozdan sop anchagina gullarga ishlatsak bo'ladi. Mana ikki olgandim. Karniven suv juda ko'p qo'ymaymiz. Namligi oshib ketmasdan. Bunimizga ham quyib olamiz, aylantirib. Bu ham endi tuvakdan tuvakka joyini alishtirdi, o'zini yaxshi his qilsin. Tomirlarini yoyib o'ssin. O'ziga karnivenli suvni yutib olsin. Endi salafanlarga kiygizib qo'yamiz. Buni bu yerga ham ozroq suv ichmabdi. E'tibor bersalaringiz, hamma joyini bir xil qilib suv ichib olsin. Bir xil tomiriga yetib yetmay qolgandan to'yib ichib olsa, qayta suvlamaysizlar. Zich paketlarga solib qo'ysalaringiz, mana shu namligi o'ziga o'zi parlanib, namlik yaratib berib turadi. Toki tomirlarni yaxshi ko'rsatmaguncha. Endi shu ikkalasini salofanga solamiz. Bizda ham bir xil iqlim bo'ladi deb ayta olmayman. Bir xil payt gazlarimizda ta'mirlash ishlari bo'lyapti deb o'chirib tashlaydi gazlarni. Shuning uchun ham men ham ehtiyot shart gullarimda shunday qilib paketlarga solaman. Konteynerga ham solaman. Konteynerda ichi kattaroq bo'lgani uchun yaxlab qoladimi, iqlimi o'zgarib turadimi deb o'ylayman. Shuning uchun ham shu paketlarga ham solib qo'ysam. Shunday qilib kuzatib turamiz. Mana shunday yorug'lik o'tkazadigan salfanlarga solganimiz juda yaxshi. Tomir chiqargan tomirlarni ham bemalol ko'rib kuzatib turasizlar. Yangi barg chiqarayotganlarni ham ko'rasizlar. Menga o'xshab ichi siqilib ketadigan gulsevar opa-singillarim agar ko'rinmaydigan salfanga ekib qo'ysalaringiz bormi, ochib qarayverasizlar, keyin tomir otmasdan chirib ketadi gul. Qachonki mana shu yerdan tomirlarni, oppoq tomirlarni ko'rsatib boshlasa, sal ochiq havoga o'rgatib og'zini ochib keyin chiqarib olsak bo'ladi. Shunday qilib gulimizga ham ozroqgina suv qo'yib qo'yamiz. Buni ham salofan kiydirsak bo'ladi. Bitta mini teplechka qilganday qilib, buni lekin og'zini yopmaymiz. Og'zini ochiq holatda qoldiramiz. Men hech epen, sirkon nimalarni sepmayman. Mana shu karnivenni quyaman. Mana shu karniven ham tomirdan mana shu barglarga bemalol yetib boradi. Stressga qarshi har xil dorilar bor, shulardan quyib yoki barglariga sepib, stress bo'lmasligi uchun ko'p gulchilar qiladi. Men lekin hech qilib ko'rmagan ekanman. Bir-ikki marta sinab ko'rdim. Mana shunday usulda ko'paytirib yurganim uchun men uchun shu narsa qulay. O'zimga qulay, o'zimga ma'qul tushgani uchun faqat shuni o'zimga formula qilib qo'yganman. Mana gullarimiz endi tayyor.
bularni yorug'lik tegadigan issiqroq joyga qo'yamiz. Xo'p, unda sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, rosa xursand bo'laman.